Hammaga assalomu alaykum. Peshonamga e'tibor bermanglar, mana bu yerda qizil narsalar paydo bo'ldi. Nimaga bilmayman, qichitdim menimcha. Yunka va Masha Tilla shunaqa gaplar. Musiqiy videosini razbor qilib chiqamiz. Bu ishning ustida rejissyor Hoji Akbar Lutfullayev, CCH Production, operator Bunyod Karimi, First ID Kristina Xabarova, montajyor Edit on Set Muhammad Rizo Egamberdiyev va montajyor Aleksandr Cherkasov. Sasha, juda katta proyekt bo'lingan, xoreografiya bor ekan, demak qo'shiq, demak raqslar bo'ladi bizada. Odatdagidek klipni boshidan oxirigacha ko'ramiz, keyin esa razborni boshlaymiz. Baby, I'm so fragile. I just need some love. Maybe I'm addicted to the drugs. Baby, I'm too fragile for you to pick me. MD, you go crazy. Kulog'ingda ikkita Salina Josalina. Soqqa qop hayotim malina. Yet bo'lish qiyin, yo'lim boshqa. Mahalla biladi boshim tojdin. Sani e'tiboringga yunka. Masha Tilla shunaqa gaplar. Yulduzdek yorqin, lekin o'zgartir atrofingni shunda o'sasan. Ha bilasan, menda boshqa niyat. Qadriyat, ma'naviyat. Boshqalarni o'ylamay, har qadamim o'zgacha bosilar. Range Rover, Mersa, you know what I mean? Bratик, знай свое место. Manga gapirma, manga не интересно. Dedna malakini bilaman desan eslamani. Yunka, Masha Tilla shunaqa gaplar. Yulduzdek yorqin, lekin o'zgartir atrofingni shunda o'sasan. Baby, I'm so fragile. I just need some love. Maybe I'm addicted to the drugs. Baby, I'm too fragile for you to pick me up. Maybe I should go, cause you don't get Джеб, ушел джет. Mani mashinam kabriolet. Makani baland qilib провожаю лето. Patrikada bo'lishadi man avtoritet. Yo'limda hamma signal challar. E'tibor ko'p bunchalar. Haterlar faqat qilar alam. Yonimda takoy rodogonam. Business soqqa. Blogim mani yuborar uzoqqa. Masha Tilla juda yoqadi quloqqa. Treklarimiz yana qara hammani lol qildi. Maldiv, Dubai. Okajonim nima deslab bay. Plajda eshitilmadi ovoz xabaringiz sizni. Shuning uchun toshlaringizni teruring davay. Yunka, Masha Tilla shunaqa gaplar. Yulduzdek yorqin, lekin o'zgartir atrofingni shunda o'sasan. Yunka, Masha Tilla shunaqa gaplar. Yulduzdek yorqin, lekin o'zgartir atrofingni shunda o'sasan. Kulog'ingda ikkita Salina Josalina. Soqqa qop hayotim malina. Yet bo'lish qiyin, yo'lim boshqa. Mahalla biladi boshim tojdin. Sani e'tiboringga yunka. Masha Tilla shunaqa gaplar. Masha Tilla shunaqa gaplar. O'zini sharmi bor. Mana bu aksent bilan aytilganda ham qanaqadir noodatiy bo'lgani uchun miyangizda aylanib qolishi mumkin. Masha Tilla shunaqa gaplar. Klip bo'yicha balkim bu klipning ichida qanaqadir ma'no bordir. Balkim yana bir marta qaytaraman, oldingi videolarda ham aytganman. Agar qanaqadir ishda ma'no bo'lmayotgan bo'lsa, ma'noni izlab o'zingiz dodumovat qilsangiz ham bo'ladi. Buni rejissyor qilgan ish rejissyorniki emas. Endi tomoshabin sifatida siz qanaqadir xulosalarni qilsangiz bo'ladi. Menga yoqdiki, sahnalar aniq ajratilgan. Mashinaning sahnasi akkuratni olingan, har bitta kadr o'zini postanovkasi bor. Ya'ni klipni olgan paytimizda bo'ladiki, shunaqa kadrlar qachonki prosta tak olingan. Prosta tak birolni kadrlar olingani va buni montajga tiqishga harakat qilasiz. Bu yerda har bitta kadr men ko'rganimdan keyin meni hissiyotlarim har bitta kadr postanovочный. Bu postanovka. Postanovka nima degani? Postanovka deganiki rejissyor va operator kadrni qo'yadi va bu kadr qo'ygan paytda
kadrning ichida mizanssena o'ynaladi. Mizanssena degani aktyorlarning nimadir qilishi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bir ikkita kadrlarda hozir masalan birinchi kadrlarimizda bu yerda взаимодействие bor. Ko'ryapsizmi? Ya'ni birinchi qahramonimiz bizlarga qarayapti, ikkinchi qahramon o'z ya'ni birinchi qahramon Masha o'z partlarini, o'z qismlarini aytgan paytda ikkinchi qahramon вспомогательный, ya'ni yordamchi qahramon sifatida o'z rolini o'ynayapti. Bu postanovkaning mizanssenasi bor. Qiz yurish kerak va albatta mana bu narsalar xromakeyda olingan va xromakeyda hamma narsa qo'yilgan. Bu narsalar отдельно запись qilingan, ya'ni отдельно olinib, xudoshka ishlatilgan. Bu yerda juda ko'p xudoshka bor. Xudoshka deganimda kostyum, kiyim va hokazo va hokazo. Mashhur bo'lgan rasmlarning Mona Lisa, ko'k platokdagi qiz, mashhur bo'lgan rasmlarni qo'yib buni bizlar как повествование deganda hikoya etib berish. Bizlar shunaqa stilni tanladik. Mashinaga qaytgan bo'lsak, bu yerda postanovka, hamma narsa postanovka orqali qilingan. Ko'ryapsizlar, oldingi fonda nimadir bo'lyapti, orqa fon ishlayapti. Orqa fon asosiy rol o'ynayapti, ya'ni o'zining qismini aytib beryapti. Oldingi fonda esa qanaqadir harakat bo'lyapti. Undan tashqari bu ham postanovka kadri. Общий planni qizni biz oldingi planga qo'yib, bu taxminan общий второй средний plan bo'lib, bizlar mana bu yerga o'tyapmiz. Mana bu postanovkalar menga yoqdi va menga yoqgan narsam biz nima bilan boshlagan bo'lsak, tugatishimiz xuddi shunaqa, faqatgina bizning qahramonimiz roli bilan almashtirildi. Bu musiqiy video, yana qaytaraman, balkim bizlar izlagan paytimizda savollarni berib, ularga javob topgan paytimizda qanaqadir g'oyani izlab qolarmiz. Lekin boshidan oxirigacha ko'rgan paytimda menda aynan bu musiqiy videoning asosiy g'oyada emas, qanaqadir ma'noda emas, balkim postanovka va rejissyorning o'z postanovka qobiliyatini ko'rsatish sifatida menda shunaqa hissiyotlar qoldi. Yana menga nima yoqdi? Titrlar. Oxirgi bo'lgan titrlar. Yaxshi ishlatilgan, balkim shriftlarni o'zgartirar edim, bilmadim. Lekin rasmlarni bizada shu tematika qolyapmiz, shu mavzuda qolyapmiz. Bizlar qanday qilib boshladik? Mana bu kadrdan boshladik, ya'ni devorning ustida emas, devorda rasmlar turibdi va shu rasmlar bilan biz asosiy ishtirokchilarni ko'rsatyapmiz. Yana menga yoqgan narsasi отдельный sahnalar. Aytganimdek, sahnaning ichida postanovka bo'layotgan bo'lsa, sahnaning ichida kadrlarning postanovkasi bo'layotgan bo'lsa-da, mana postanovka bu oldindan ishlatilgan, oldindan o'ylangan, balkim yozilgan, pre-shoot balkim qilingandir va sahnalarning o'zaro turgan. Masalan, bizlar mana bu yerda qizil, qorada bu sahna. Bu bitta sahna, ikkinchi sahnaga o'tyapmiz. Mashinani ozgina ko'rsatdik va mana bu juda kontrastli sahna. Nima uchun? Chunki bizlar ikkinchi qahramon deylik, qo'shiq aytishni boshlayapti. Rap aytishni boshlayapti. Va bu yerda bizlar ko'rsatyapmiz. Bu kadrlarning referensi adashmasam Kanye Westning klipidan. Aynan u yerda ham balerinalar o'ynab, hamma narsa oq siklaramada va o'rtasida pianino turib, Kanye West nimadir aytgan edi. Adashmasam shunaqa referensdan qilingan. Aytgancha, musiqiy videolarni qilgan paytingizda siz o'zingizga yoqgan referensni olib qilsangiz bo'ladi. Savol, bu plagiatmi yo'qmi? Yo'q. Dань уважение degan narsa bor. Ya'ni hurmat ila shu narsani qilish. Ya'ni bu odamga hurmatingizni ko'rsatish sifatida shu narsani qilsangiz bo'ladi. Bu plagiat emas. Bu dань уважение. Sergey Eisensteinning Bronеносец Potemkina degan kinosi bor. Bu kinoda kolyaska tushib ketadi pastga. Va ko'pchiliklar bu sahnani один в один qilgan. Savol, bu plagiatmi? Yo'q. Buni dань уважение deyishadi. Ya'ni hamma rejissyorlar, bizani paytimizda bo'lgan rejissyorlar Sergey Eisensteinning kinosiga hurmatini berib, shu sahnani takrorlagan. Tushunasizlarmi? Dальше bu yerda aynan postanovka bor.
balerinalar va asosiy qahramonimiz. Undan tashqari product placement bor, albatta. Yana nima menga yoqdi? Titr. Mana bu titr. Juda yoqimli. Menga yoqdi bu narsa. Titrlar, художественный, ya'ni ranglar, kiyimlar juda zo'r ishlatilgan. Endi birma-bir razborimizni boshlasak. Kadrma-kadr. Birinchi sahna ochilish sahnasi va bizlarda birdaniga hook yoki suspense berilyapti. Hook yoki suspense nima degani? Bu intriga, savol tug'diradigan kadr. Nima bo'layapti, qayerga qarayapti bular? Bu kadr bilan boshlash juda zo'r. Odamda savol tug'ilyapti, qayerga qarayapti, nimaga qarayapti? E'tibor beraylik, har bitta qahramon qarab lol qo'yapti va bu kadrning yana bitta vazifasi titrlar. Ya'ni tagida kim bu musiqiy video ustida ishlagan artistlarning nomi va qo'shiqning nomi berilgan. Bitta aytmoqchi bo'lgan bu maslahat sifatida yoki titrlar paydo bo'lganida aynan diqqatimiz titrga o'tyapti va qahramonlarning emotsiyasi, reaksiyasi ko'rinmay qolyapti. Demak, mana aytaylik. Reaksiyani ko'rdik, titr paydo bo'ldi, zo'r. Bu yerda zo'r. Diqqatimiz mana bu yerga o'tyapti, o'tgandan keyin bizlar yana titr ko'rinyapti. Bu montaj po kompozitsiya degan narsa bor. Lekin bu hozir montaj po kompozitsiya o'zi aslida kadrdan kadrga o'tganimizda bizning asosiy diqqatimiz qanaqadir obyektda bo'layotgan bo'lsa, qanday qilib bizlarning diqqatimiz obyektga bo'lishi mumkin? Obyekt harakatlansa, obyekt deganimda qahramon yoki qanaqadir mahsulot, asbob farqi yo'q. U qimirlayotgan bo'lsa, bizlarning diqqatimiz unga qaraladi. Bu yerda bizlar asosan montaj po kompozitsiya tasvirga e'tiborimizni qaratamiz. E'tibor bering. Bu yerda titr paydo bo'lgani juda yaxshi. Reaksiyani ko'rdik. Biz tomoshabin sifatida hop dedik, tushundik. Titr mana shu yerda paydo bo'lyapti. Titr paydo bo'lishi idealni, birinchi titr. Mana bu yerda yana titr paydo bo'lyapti va bizlar mana bu yerda уже reaksiyaga qarayapmiz. Yana bir marta ko'ramiz. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni meni fikrimcha bu titrni o'tgan mana bu yoki mana bu yerda masha tilla bilan birdaniga qizni ko'rsatish kerak yoki reaksiyani, titrni reaksiyadan keyin ko'rsatsak yaxshiroq bo'lar edi. Shunday qilib biz diqqatimizni titr paydo bo'ldi, ya'ni tepaga titr paydo bo'ldi, reaksiya, titr paydo bo'ldi, keyin reaksiya. Ya'ni diqqatimiz aynan qaratilgan bo'lar edi. Mana bu titr paydo bo'lishi va bundan keyin qahramonning reaksiyasi hozirgi paytda mening ko'zim tomoshabin sifatida mashatilla, aha zo'r, yunka, aha zo'r bir yerga tushdim va men bu yerga tushdim. Bizlar buni mana bunday qilsak 1 2 keyin 3 keyin 4, ya'ni 1 2 3 4. Bu endi ya dokopался deydi, это прям до идеального agar chiqarsak va montaj po kompozitsiyaning kadrining o'zida qanday qilib ishlashini sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Harakat bo'ldimi, bilingki, sizning tomoshabingiz harakat bo'lgan joyga qaraydi. Qonun. Titr paydo bo'lishi juda zo'r, dizayn tomonidan juda zo'r ishlatilgan. Bu yerda tomoshabin sifatida bizlar savol beryapmiz, qayerga ular qarayapti, nima uchun ular lol qolyapti. Keyingi kadrda bizlar javobimizni beryapmiz. Qulog'ingda ikkita Salina Josalina. Diqqatimiz birinchi o'rinda Masha Tillaga qaratiladi, chunki u yorqin, ya'ni yarki bo'lgan. Qolgan fonimiz vtorостепенный bo'lib qolgan. Ya'ni bu yerda hamma sahnamiz qop-qora bo'lib qolgan va ottенкалari bir xil. Ya'ni bu yerda sariq, betimiz sariq, bu yerda qora, bu yerda qora bo'lib ketgan. Bu художка tomonidan, ya'ni tasviriy san'at tomonidan juda yaxshi ishlatilgan. Nima uchun? Agar Yunkani, ikkinchi qahramonimizni Yunkani yorqin qilib olsak, Masha Tilla ko'rinmas edi. Shuning uchun bu yerda rang orqali va yorug'lik orqali Masha Tillani birinchi o'ringa chiqarib beryapmiz va bu narsa o'xshadi. E'tibor bering kameraning harakatiga. Birinchi sahnada, birinchi kadrimizda bu umumiy qilib sahna. Mana bu umumiy sahna. Mana bu bitta sahna. Bu ikkinchi sahna. Birinchi sahnamizda birinchi kadr harakatlanyapti
chapdan o'ngga, ikkinchi kadrimiz harakatlanyapti chapdan o'ngga. Lekin birinchi kadrimizda harakat to'xtalib qo'yapti Qulog'ingda ikkita salina va bu yerda e'tibor bering, harakat to'xtalib keyin ketyapti. Agar bu yerda bizlar mana bunaqa narsani qilayotgan bo'lsak, Qulog'ingda ikkita ko'ryapsizmi qanaqadir kontrast bo'lar edi? Ya'ni bizlar to'xtadik, keyingi kadrimizda bizlar qulay montaj qilmoqchi bo'lsak, agar bu yerda aynan qulay montaj orqali siz qahramoningizga tomoshabinning diqqatini qarata olasiz. Agar qulay montaj orqali chiqarib bersangiz. Agarda hozir bizlar mana bunaqa yo'l orqali qilayotgan bo'lsak, Qulog'ingda ya'ni bu yerda biz уже montaj orqali kontrast kesilishi qo'shib beryapmiz va bizlarda ko'zimizga bu urilib ketar edi. Buni pastga tushirib e'tibor beramiz. Qulog'ingda ikkita salina Kamera to'xtab keyin harakatlanyapti. Shunga ham e'tibor bering. Salina soqqa qop hayoti malina yet bo'lish qiyin yo'lim bosh Hayoti Malina aytyapti Mona Lisa. Bunaqa detalniy momentlar ham juda qiziq. Nima uchun? Chunki mana bu narsa o'ylanganmi oldin yoki yo'qmi? yet bo'lish qiyin yo'lim boshqa soqqa qop hayoti malina Da, Mona Lisa soqqa ko'p, hayoti Malina. yet bo'lish qiyin yo'lim boshqa mahalla biladi boshim tojdin sana e'tiboringga yunka Ko'rasizlarmi qanday qo'shiqning gaplari postanovkaga ishlayapti. Ya'ni postanovka deganda bu yerda yozilgan, oldindan tayyorlangan, repetitsiya qilingan harakatlar. Va bu harakatlar qo'shiqning gapiga tushyapti. Nima uchun? Oldindan tayyorlangan. Agar musiqiy videoga klipni syomka qilish niyatingiz bo'layotgan bo'lsa, birinchi o'rinda sizda tayyorgarlik bo'lishi kerak. Juda kuchli. Qancha kuchli tayyorgarlik bo'layotgan bo'lsa, shuncha oson syomkangiz o'tadi. Qancha oson syomkangiz o'tadigan bo'lsa, sizga kerak bo'lgan kadrlarni olayotgan bo'lsangiz, shuncha tez montajingiz o'tadi. Har bitta narsani o'zini joyi bor. Agar qilinmasa, syomkalar qiynalib o'tilar edi. Syomkalar qiynaldimi, montajda uzoq muddatda montajga qolib ketar edingiz. inga yunka masha tilla shunaqa gaplar Yo'qot shu. Masha tilla shundan-ka gaplar. masha tilla shunaqa gaplar yulduzdek yorqin lekin o'zgartir atrofingni shunda o'sasan Ya, rosti, o'zini sharmi bor. O'zini qiziq, qanday desam, harakat qilyapti-da. Tushunasizlar? shunda o'sasan ha bilasan menda boshqa niyat yo'g'i qadriyat ma'naviyat Mana bu kadr prodaющийся kadr. Ya'ni bu kadr juda qimmat kadr. Nima uchun? E'tibor bering, bu yerda bizlarda ranglarga e'tibor bering. Ranglarga. Umumiy общий rangga. Agar men bunga blurni tashab qo'ysam, kamera blur. Ranglarga e'tibor beryapsizmi? Mana masalan mana bunaqa qilaylik. Ranglarni ko'ryapsiz, qanaqa ranglarda bu olingan va bu xuddi shu blurni bizlar mana bu yerga tashab qo'yamiz. E'tibor beryapsizmi? Atmosfera umuman o'zgardi. Va atmosfera o'zgarishi ha bilasan menda va qo'shiqning o'zgarishi birga o'tib qolyapti. Bu bilan bunga taqqoslasak, umuman boshqa narsa chiqyapti. Bu ko'proq холодный оттенок, ya'ni sovuq оттенок desam noto'g'ri bo'ladi. Ko'proq ko'k atmosferada olingan, bu esa ko'proq qizil va sariq atmosferada olingan. Ikkita kadrimiz 18, 19 yoki 20 sekunddan. Bu bizada metricheskiy montaj, odamlarni jalb qilish uchun, agar esingizda bo'layotgan bo'lsa, birinchi razborlarda men tushuntirganman, metricheskiy montajning asosiy bo'lgan vazifasi bu odamni jalb qilish. Metricheskiy montaj zambiroid. 1 2 3 kat, 1 2 3 kat, 1 2 3 kat. Bu yerda metricheskiy montajimiz 20 sekund. Panorama Tarkovskого degan narsa bor. Bu mana hozir bu yerda bizlarda panorama bo'layapti. Kamera chapdan o'ngga yuryapti va panorama paytida bizlarda harakat bo'layapti. Orqa fonimizda va oldingi fonimizda. Shu harakat shunday yozilganki, odamning diqqati kimga qaray deb o'tirmayapti. Tomoshabinning diqqatini rejissyor oldindan qayerga qaratilishi o'ylab chiqgan.
Va bu yerda shuning uchun mana bu postanovka qilingan. Postanovka nima uchun o'zi kerak? Mizanstena nima uchun kerak? Tasavvur qiling, sizda 20 ta odam va siz tomoshabinning diqqatini 3 ta odam yoki bitta odamga qaratmoqchisiz. Aynan mizanstena orqali yoki chiroq orqali yoki kamera orqali bu hammasi postanovka. Bular orqali siz qaysidir odamni birinchi o'ringa chiqarishingiz mumkin. Oddiy misol, 20 ta odam turibdi va ularning o'rtasida bo'sh joy. Bular krug bo'lib turibdi. O'rtada bitta odam. Postanovka qildimmi, odamlarning joyini qo'ydimmi, shunday qilib, чтобы odamlarning bitta odamning orasida odamlar tursa. Bo'ldi. Yechim oddiy. Yechim bormi? Bo'ldi. Bu kreativlik desa ham bo'ladi. Chunki sizda vazifa bor va bu vazifani mana shu yechim orqali hal qilyapsiz va bu yechimingiz kreativlik deyiladi o'zi. Hamma narsa oddiy. Va bu yerga e'tibor bering, umumiy montajga. Montajdan yana zo'r narsa temp va ritm. Bu klipda temp, ritm juda kuchli. Tempning o'sishi. Temp deganda tezlik. Ritm bu tezlikning ichida qaysi davomiylikda kadrlarning turishi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Shuning uchun temp va ritm deydi. E'tibor bering, uzun kadr, qisqa va mana bunday qilib bizlar qisqa kadrlardan yana uzun kadrlarga o'tyapmiz va mana bu yerda bizlar juda qisqa kadrlardan tempimizni ko'tarish uchun qisqa kadrlarni qo'yib chiqdik. Va bu bizlarda rivojlantirish hissiyotini beradi. Siz 3 minut tomoshabiningizni ushlatishingiz kerak bo'ladi. Uning diqqatini ushlatishingiz kerak bo'ladi. Va shuning uchun sizning qo'lingizda juda ko'p instrumentlar bor. Postanovka, tempo, ritm, rejissura, montajning ichidagi bo'lgan temp va ritmi, kadrning ichidagi bo'lgan temp va ritmi. Tushunyapsizmi, qancha ko'p instrumentlar sizning qo'lingizda. Mana bu yerga qaytamiz. Nima uchun bu kadr prodaющийся kadr? Juda sotiladigan kadr, prodaющийся va qimmat kadr. Chunki bu yerda Mashatilla o'zini yuzlarini ko'rsatyapti va kadrning bu yerda bir nechta narsa sodir bo'lyapti. Birinchi o'rinda biz o'ylayapmizki, hozir bizlar krupniy planda turib prosta qo'shig'i aytamiz. Lekin bizda bu yerda syurpriz paydo bo'lyapti. Qanaqadir неожиданность. Bu ham suspensga kiradi. Yo'q, butunlay kirmaydi, lekin bu lol qoldirish. Kino qachon rivojlanib ketdi? Kino qachon hammaga, butun ommaga yoqib ketdi? Qachonki Jorj Méliès degan odam sirkach. Jorj Méliès sirkda ishlagan. Sirk deydimi-da? U yerda ishlagan. U kinoni instrument sifatida odamlarni qiziqtirish uchun kinodan foydalangan. Kino uning qo'lida instrument bo'ldi. Juda ko'p uning mashhur kinolari bor. U har bitta kino odamni lol qoldirish uchun, qanaqadir hissiyotni chiqarish uchun. Kino o'zi aslida nima uchun chiqadi? Mushqaviy video, kino va hokazo va hokazo. Odamlarda qanaqadir hissiyotni uyg'otish uchun. Tasavvur qiling, odam devorga qarab, katta, bizlar hozir ekranimizga qarab qanaqadir hissiyotlarni olyapmiz. Bu juda qiziq fenomen. Qanday qilib siz telefonga qarab qanaqadir hissiyotlarni olyapsiz, kompyuteringizga qarab qanaqadir hissiyotlarni olyapsiz, o'ynayapsiz va bu yerda aytilgan qo'shiqlarni paftor miyangizda o'ynayapti. Qanday qilib fenomen. Shuning uchun mana bu narsa yaxshi ishlatilganligi uchun mana shunaqa juda ko'p instrumentlar bor. Postanovka va hokazo. Men bularni уже sizlarga tushuntirdim. Va bu hozir qilgan ishimiz Jorj Mélièsning ozgina montaj attraksionov degan narsa bor, lekin bu montaj tomonlama emas, aynan kadrning ichidagi bo'lgan syurprizlari orqali. Yana bir marta e'tibor bering, hozir aytgan narsamni tushunasiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni bizlarda kadrdan keyin bizlar kutmasdan oldinda kichkina somsami bu, nima bu? Va somsani bizlar palichka bilan ushlayapmiz. Agar bu somsa bo'layotgan bo'lsa, somsaga o'xshayapti. Agar buning ichida kirib ketsam, hozir ikkita kulturani qo'shilish bo'lyapti. Endi I don't know. Bu это мои догадки, lekin kadrdan o'zidan qanaqadir ma'lumot olayotgan bo'lsa, nima uchun aynan palichkada qilingan? Menda javob bor, chunki palichka orqali mana shunaqa effektni qilsak bo'ladi.
va buning ichida boshqa narsa yo'q deb bilaman. Hojik bilan yana gapirib o'tiramiz. Aytgancha, balkim Hojik, Doniya Ahmadjonov, Sardor Faxriddinov va boshqa rejissyorlar bilan men suhbat qilish niyatim bor. Chunki ulardan men bitta narsani ko'raman, ular balkim boshqa narsani aytgandir. Men adashib qolgandirman. Dalish ketamiz. Yana aytganimdek, bu kadr men uchun Jorj Millesning lol qoldirish vazifasini bajargan bo'lsa, Jorj Milles bu kadr xuddi shunaqa vazifani bajaradi. Bilasan menda boshqa niyat, qadriyat, ma'naviyat. Aytgancha, соотношение сторон kadrlarning nisbati bir-biriga 1:0 yoki 3:4. Boshqalarni o'ylamay. Okay, bu kadr product placement. Product placement nima? Bu qanaqadir produktni reklamasi. Albatta. Lekin, давайте kadrning o'ziga qarasak, boshqalarni o'ylamay, har qadamim o'zgacha bosilar. Har qadamim o'zgacha bosilar. Bu yerda so'zlar aynan явный bir ikkita joylarga tushyapti. Mana bu yerga misol sifatida ko'zini yumdi-yu. Boringa yunka. Ko'rasizlar, ya'ni so'z klip bilan ishlayapti bir-biriga. Chunki postanovkalar juda ko'p. Va bu yerda o'ylamay, har qadamim o'zgacha bosilar. O'zgacha bosilar, qadam bosilyapti. Okay. Bular e'tibor beraylik, mana bu yerda Shokir turibdi. Biz mana bu sahna, mana buning davomi deb bilsak bo'ladi. Chunki bu уже ikkinchi sahnamiz. Mana bu butunlay ikkinchi sahna, lekin mana bu ikkinchi sahnaning o'rtasida bizlar уже kostyumimizni o'zgartiryapmiz. Okay, that's good. Va mana bu sahnaga обратно o'tyapmiz. Range Rover, Mersa, you know what I mean? Bratix nice свое место. Хорошо. Nima uchun bizlar ikkita har xil kostyumlardan o'tdik? Savol. Balkim bu kadr postanovka qilingan. Chunki kadrdan o'zidan tushunsa bo'ladi. Range Rover, Mersa, you know what I mean? Bratix nice свое место. Okay. Manga gapirma, manga не интересно. Ded nimaligini bilaman desa neslamani. Okay, bu yerda endi bizlar o'yin nimaga o'ynayapti? Va nimani o'ynayapti? O'yin o'ynayapti. Okay, da. Bitta gap aytishingiz mumkin. That it's not so deep. Ну, tipa munchalik ham kirma, bu kadrlar oddiy prosta tak olingan deyishingiz mumkin. Bo'lmasa razborning foydasi nimada? Aynan razbor deganda siz har bitta kadrga o'tirib nima uchun? Da, masalan, bir ikkita kadrlarda men hozir tushunmayapman, balkim oxirigacha yetganimdan keyin ideya kelar. Kelmasa kelmadi. Kelsa keldi. Men harakat qilaman sizlarni o'rgatishga, qanday qilib biron bir ishni ko'rgan paytingizda o'zingizga savol berib, savollarga javob berishingizga. Men topolmagan va men tushunmagan narsalarimni kommentariyada yozing. Nima uchun bu yozilgan, nima uchun bu qilingan va hokazo va hokazo. Hozircha mana bu kadrlar aynan Manga gapirma, manga не интересно. Ded nimaligini bilaman desa neslaman. Ded nimaligini интересно. Ded nimaligini bilaman desa neslamani. O'ylatib tashladi. Okay, men bu boshqa sahna. Yana product placement. Yunka, mashadillar, shunaqa gaplar. Okay, bu kostyum mana bu yerdan olingan. Why? Okay, bu kadr aynan postanovka uchun olingan. So'zlarga qarab bu kadr olingan. Bosilar, Range Rover, Mersa. Okay. Bratix nice свое место. Хорошо. Manga gapirma, manga не интересно. Ded nimaligini bilaman desa neslamani. O'ylatib tashladi. Yunka, mashadillar, shunaqa gaplar. Хорошо. Do'stdek yorgan, Boshqa sahna. lekin o'zgartir atrofingni shunda o'sasan. Atrofingni shunda o'zgartir atrofingni shunda o'sasan. Jamkatni qo'llagan paytimizda хотя бы yana bitta jamkat qo'ygan bo'lsak, Yulduzdek yorgan, ozgina mana bunaqa lekin va mana bunaqa. o'zgartir atrofingni. Yulduzdek yorgan, lekin o'zgartir atrofingni. Tushunasizlarmi? Ya'ni jamkat aynan jamkatligini sezdiringlar. Hozirgi montajimizda как будто bu yerda Atrofingni shunda o'sasan. как будто бы просто так fazani oldik qo'ydik. Ya'ni bizlarga дополнительный qanaqadir fazani qo'ydik, чисто montaj bo'lishi uchun degan menda hissiyot bo'lyapti.
Shuning uchun men buni butun polni qo'yar edim bitta kadrda shunda o'sasan. va bo'ldi, bu yerga o'tamiz. Ya'ni nima uchun kat qilingan? Har bitta qilingan kat o'zini vazifasini bajarish kerak. Nima uchun kat qilinganligini tushunishimiz kerak. Aytishingiz mumkin, O'zgartir atrofingni shunda o'sasan. o'zgartir atrofingdan keyin katni qildik va bu gap va bu aynan montaj gapimizga qarab moslagani uchun shunaqa qilingan desangiz ham bo'ladi. Okay, that's типа имеет место быть. Mana bu sahnalarga e'tibor beraylik. Bu yerda bizada product placement yo'q. Har bitta kadr o'zini vazifasi yoki har bitta sahna o'zini vazifasini bajarishi kerak. Endi bu sahnaga yana bir marta chuqur kirib ketaylik. Manga gapirma, manga не интересно. Ded nimaligini bilaman desan eslama. Хорошо, bu kadr emotsional bo'lgani uchun, ya'ni bu yerda bu real emotsiya. Desan Bu postanovka qilinmagan. eslama. Bilaman desan eslama. Okay. Lekin nima uchun aynan shu yerda turibdi? Bu kadrimiz o'tdik, bizlar bu sahnani tomoshabinimizga yaxshilab sotdik, zo'r sotdik. Bizada bu первый средний, da, с крупныйdan первый среднийga biz o'tyapmiz. Va bu yerda boshqa qahramonni birinchi среднийda ko'rsatyapmiz. Montajni juda zo'r, qulay ketyapti. Обратно taxminan первый среднийga bu yerda product placement sifatida kadrimizni qo'yamiz va bu yerda men boshqacharoq men yuraman. Qadamim o'zgacha bosilar. Qadamim o'zgacha bosilar deganda qadam bosilyapti, ya'ni yurilyapti bu yerda. Ranger Bu kadr aynan ikkita mashinalarni ko'rsatish uchun, bu balkim bu kadr уже oldindan planировать qilingan va syomka qilingan bu narsa. Mersa. Manga gapirma, manga не интересно. Okay. Nimaligini bilaman desan eslama. Balkim bu narsa cut away sifatida ishlatilgan. Cut away nima u? Bizda qanaqadir voqea sodir bo'lyapti-da. Bizlar meni ko'rsatyapmiz. Men nimadir sizlarga aytaman. Men cut away qilib boshqa joyda bo'lgan narsalarni ko'rsatyapman. Ya'ni eshikning u tomonidagi bo'lgan narsalarni ko'rsatyapman shu sahnaning ichida. Ya'ni men cutni boshqa tomonga o'tkazdim. Menga emas. Va meni vaqtim o'tib ketyaptiki, vaqt o'tgandan keyin kiyimimni almashtirdim. Va mana bu narsa kiyim almashtirish yoki kiyim almashtirmoqchi degan xulosani keltirsa bo'ladi. Lekin bitta narsa bor. Postanovka sifatida bu yerda Masha kiyimni o'ziga qo'yapti. Kiymoqchi. U yechmoqchi emas. Agar yechmoqchi bo'layotgan bo'lsa, qancha bir harakat mana bunaqa bo'lar edi. Maslahatim buni joyi bilan almashtirish. Mana bu kadrdan keyin cut away qilamiz. Cut away qilganimizdan keyin va mana bu kadrning ma'nosi paydo bo'ladi. Nima uchun? Qahramonning, Mashaning kiyimiga e'tibor bering. Kiyimi qanaqa? Mana bu yerda bizlar mana bunga o'tyapmiz. Bundan keyin bundan keyin mana buni ko'rsatyapmiz. Baq, ko'rsatyapmiz. Dальше cut away. Bizlar o'tdik bu yerga, Mashani kiyinishini ko'rsatmaymiz. Bu vaqtning mobaynida, mana bu vaqtning mobaynida Masha kiyindi. Va kiyingandan keyin endi bu yerda уже montajda bitta joy almashtirayotgan bo'lsangiz, qolgan montajlaringiz joy-joyida emas bo'ladi. Shuning uchun montaj qilgan paytingizda bitta narsani o'zgartirdingizmi? Agar montaj qilgan paytingizda har bitta kadringiz o'zini vazifasini bajarayotgan bo'lsa, bilingki, bitta kadrning joyi bilan almashganingizdan keyin boshqa montajlar joyini almashtirishingiz kerak bo'ladi. Mana hozirgidek. Nima uchun bu yerda kiyimi o'zgartirildi va mana bizlar обратно boshqa kiyimga o'tyapmiz. Detalniy narsa, aytishingiz mumkin, bu klipovый montaj va klipovый montajda munchalik ham kerak emas detalni prям разбор qilishga. Lekin bu я вас удивлю, разбор. Okey. Mana bu kadrlarning ketma-ketligi va o'zini ma'nosiga ega. Aynan mana shu kadrlarning ketma-ketligi. Masha tilla juda ko'p kiyimlari bor va o'zini mashinasi bor va zo'r hayot kechyapti. Yulduzdek yorqin, lekin o'zgartir atrofingni shunda o'sasan. Okey, jump cut. Сомнительно, okey. Yangi sahna. Bizlarda bu yerda nechta sahnalardan iborat Masha tilla? 1, 2, 3 va 4.
Inga shunda o'sasan. Baby, I'm so fragile. Yunkani ko'rsatish vaqti keldi. Maybe I'm addicted to you. Mana bu kat. I just need some. Maybe, Mana bundoq qilar edim. maybe need some. Maybe I'm Nima uchun? Chunki qo'liga e'tibor bering. Ya'ni biz agar qo'liga qarab pastga tushirdik va mana bu yerda to'xtatib, mana bu yerda davom ettirsak maybe I'm addicted. va bu katta e'tibor bering kameralarning harakatiga. Birinchi kamera panorama qilyapti, ikkinchi kamera statika. Lekin montaj juda qulay agar mana shunaqa bo'layotganida. Maybe, Хотя бы вот так. Mana bundoq qilaylik. maybe I'm Nima uchun? Chunki bizlar panorama qilgan paytimizda bu yerda harakat ketyapti va qo'l pastga tushgan paytimizda qizning harakatiga e'tibor bering need some. va qiz montaj po kompozitsiya tomonidan, aynan postanovka tomonidan yaxshi qilingan. Montaj po kompozitsiyadan qiz o'ng tomonda turibdi, taxminan mana shu joylarda. Keyingi kadrimizda qiz o'zini joyida turibdi va tomoshabinga bu qulaylik beradi. Qulay montaj qilganimizda Aleksey Sokolovning 10 ta qulay montaj prinsiplari bor. Bu deganiki, agar mana shu 10 ta qulay prinsiplarni o'qiganingizdan keyin siz hamma 10 ta prinsiplarni tiqolmaysiz bitta kesilishga. Hech qachon bo'lmaydi bu narsa. Hech qachon. Balkim bo'lishi mumkin, endi hech qachon demaylik, Xudo biladi. Shuning uchun montaj qilgan paytingizda bitta, ikkita, agar 3 ta bo'layotgan bo'lsa juda zo'r. 3 ta metoddan foydalanasiz. Bu yerda montaj po движению, montaj po kompozitsiya. Va bizlarda bu ikkinchi sredniy bo'lgani uchun bizlar дальнийga o'tamiz. Va montaj po крупности. Montaj po движению, montaj po kompozitsiya, montaj po крупности. 3 ta qulay montaj metodi orqali biz mana bu sahnani, kadrlarni bir-biriga qo'shdik. Lekin kamera harakatiga qarab montaj qo'shilmaydi. Agar teoretik tomondan, agar nazariy tomondan o'ylayotgan bo'lsak, qimirlayotgan kamera va statika bir-biriga tushmaydi. Qimirlayotgan kamerani to'xtatish kerak, undan keyin statikani qo'yish kerak. Lekin bizlar hozir tajribada ko'ryapmizki, agarda sizda 3 ta metoddan foydalangan bo'layotgan bo'lsangiz, hatto agar ikkita bo'lsa ham zo'r. Kesilishingiz o'xshaydi. maybe Qaytaraman. addicted to drugs. Drugs. Baby, I'm Okay? too fragile. Обратно. You to pick me up. Maybe Mana bu yerda yaxshi. pick me up. Diqqatimiz qayerga qaraldi? O'ng tomondagi qizga emas, o'rtadagi qizga. Va montajimizda bizlar xuddi shu narsani takrorlayapmiz. Me up. Va mana bu yerda harakat to'xtalib qolyapti. Maybe I Balkim bu yerda montajyor aynan qizning qo'liga emas, boshqa narsaga qarab montaj qilayotgan bo'lsa, maybe I'm maybe I'm yoki musiqaga qarab, ya'ni qizning qo'li tushyapti, ikkinchi tan qiz yana qo'lini tushiryapti. Double cut. Double cut bu qachonki bitta harakat 2 marta qaytarilsa. Odatda bu portlashlarda, indiyskiy kinolarda bu narsalarni ko'rsangiz bo'ladi. Tish. need some. Bir. Maybe Tushunasizmi? Ya'ni bu tomonlama тоже работает, тоже хорошо. Lekin double cutni sotishni bilish kerak. Sotish deganimda mana hozir Marsha Tillani mana bu kadr esingizda bo'layotgan bo'lsa, bu juda lol qoldirdi bu kadr. Double cutni qo'ygan paytimizda hatto ozgina bo'lsa ham double cutni qayerdadir ko'rsatar edik. Masalan, misol sifatida, как ideya, g'oya. Mana bu yerda qaysidir qiz mana boshini qimirlatdi. Mana bu qizga e'tibor beraylik. Boshini qimirlatdi va mana bu fazani men takrorlab qo'yar edim. Mana bunday qilib tushunasizmi? Ya'ni men ozgina bo'lsa ham double cut'imni sotyapman tomoshabinga, aytaman. Tomoshabin harakatni sezadi. Kadrning davomiyligiga qarab birinchi sahnamizdan esimizda bo'layotgan bo'lsa, postanovka, mizanssena va hokazo bularni biz syomka jarayonida qilsak bo'ladi. Lekin hozirgi paytda digital
vaqt bo'lgan paytda V-Fixer bo'lamoqchi bo'layotgan bo'lsangiz yoki V-Fixerni o'zingizga olib taxminan draft sifatida ko'rsatasiz. Men shunday qilib mana bu yerda tomoshabinning diqqatini mana bundan bu yerga o'tkazmoqchiman va bundan bu yerga o'tkazmoqchiman. Buning aytganimdek instrumentlaringiz qo'lingizda juda ko'p. Qanday xohlasangiz shunday qilib bu kadr bilan manipulyatsiya qilsangiz bo'ladi. Qaytaylik bizning postanovkamizga. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda postanovka aynan rejissura tomonidan yaxshi ishlatilgan. Nima uchun? Chunki bu narsa oldindan o'ylab chiqilgan. Kameramiz o'ng tomonga ketiryapti, dальний plan. Kameramiz chap tomonga ketiryapti, dальний plan. Tied to the drugs. Baby, I'm too fragile for You to pick me up. maybe I should go. Cause you don't Double cut. Mana bu sahnani endi ko'rib chiqamiz birma-bir. Bu yerda juda qiziqarli bo'lgan kadrlarning davomiyligi. E'tibor bering, bizlar bu yerda har bitta kadrimiz 2 sekund, 1 sekund 21 frame, 1 sekund 19 frame, 1 sekund 9 frame, 1 sekund 3 frame, 16 frame, 21 frame, 1 sekund 1 frame, 1 sekund 2 frame. Nima degani bu? Uzun, qisqa, 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 uzun, 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 uzun. Bu temp ritm qo'shiqqa eshitib, harakatga qarab o'zidan o'zi paydo bo'ladi. Bu narsani oldindan men ishonamanki, montajyor yoki rejissyor o'ylab qilmagan bu narsani. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, davay hozir biz bu yerda 11 sekundu 19 frame qilamiz, zo'r. Keyingi kadrimiz davay 1 sekundu 9 frame, keyingisi 1 sekundu davay 3 frame bo'lsin. Yo'q, bunaqa ishlatilmagan. Qo'shiqga qarab, kadrga qarab va hissiyotga qarab. Ko'p montajyorlar hissiyot orqali montaj qiladi. O'ziga yoqdimi, dalishi ketadi. Va men bu yerda harakat qilaman, nima uchun bu aynan postanovka yoqganligini tushuntirishga. Nima uchun aynan mana bunaqa tempo ritm zo'r ishlanyapti. Ya'ni bizlar uzun, past, qisqa, qisqa, qisqa va dalishi ketamiz. Undan tashqari, tempo ritmdan tashqari harakatlarga e'tibor bering. Bu yerda montajimiz davomiyligi bo'yicha biz tushundik, o'zini tempi bor. Tempi bu temp nima degani? Okay, ушел джет. Mana hozir tushunasizlar. Ушел джет. Ikki. Ушел джет. 3 Mani mashinam To'rt. kabriolet. Bir. Makani baland qilib провожаю лето. Patrikada bo'lishadi mana avtoritet. Mana bu temp, tezlik. Temp 1 2 3 4. Musiqiy videolarda agar bitta temp bo'layotgan bo'lsa, sizda bitta temp bo'ladi. Tushunasizlar? Kinoda har xil sahnalarda har xil temp. Umuman har xil. Qaysidir sahnalarda juda suspense so'zi juda ko'p foydalanyapman. Qo'rqinchli, dahshat, uni o'zini tempi bor. Qaysidir sahna yugurish, nimadir ushab olish, uni boshqa tempi bo'ladi, baland bo'ladi juda tempi. Endi tempi nima ekanligini biz tushundik, bu tezlik. Endi shu tezlikning ichida men qanaqa kesilishlarni qilyapman. Qarang. Okay, ушел джет. Mani Cut. mashinam kabriolet. Cut. Makani baland Cut. qilib провожаю лето. Cut. Patrikada bo'lishadi Cut. mana avtoritet. Cut. Yo'limda Tushunasizlar, mana bu ritm. Siz bitta tempga qarab har bitta payt katlarni qilyapsiz. Lekin siz agar hozir men buni tushunib, men bunaqa tempda, men bunaqa ritmda skleykam qilaman. Tushundingmi? Davay qilgan. Yo'q, bunaqa ishlamaydi. Siz kadrlarga qaraysiz. Kadrlarga va qo'shiqga va hissiyotingizga qaraysiz. Har bitta mana bu sahnani har bitta odam boshqacharoq qilardi. Har bitta o'zimiz har xil ritmlarda, har xil templarda qilar edik. Yana qaytamiz harakatga. Da bu yer ушел джет. Okay, ушел джет. Mani mashinam kabriolet. montaj по движению. Qo'lga e'tibor bering, paq. Kabriolet. Makan Yana montaj по движению, qo'lga e'tibor bering, qo'l pastga tushyapti. Aynan faza nima degani? Qo'limni bundoq qilyapmanmi? Mana bu yerda fazam tugadi. Boshqa harakatni qilyapman. Montajyorimiz harakatni boshladim, keyin cut qilyapman. Harakatimni davom ettirishim kerak boshqa kadrda. Harakatimni davom ettiryapman dalishi boshqa kadrda. Ya'ni faza tugamayapti. Va faza tugamaganligidan sizda bu kadrlar juda oson ketyapti. Bu yerda bir ikkita kadrlarda montaj по движению главного объекта va montaj по крупности va bir ikkita kadrlarning orasida
faqat va faqat montaj по движению ketyapti. Makani baland qilib провожать. Mana bu kadr второй средний, первый средний. Lekin Makani baland qilib baland. bular ikkalasi mana bu fazani ozgina berar edim. Qo'l mana bu yerda turibdi, qo'l mana bu yerda tursa, tez bo'lgan harakatlarni ikkita frame повтор qilib beringlar. Shunda men bundoq qilsam, bu faza mana bundoq, da? Bitta frame bo'ladi bu narsa. Va bu narsani montaj по faze движения qilgan paytimizda agar teoriyaga kelayotgan bo'lsak, nazariyaga, u yerda aytilgan fazaning boshi, fazaning oxiri, da? Bitta frame. Qanday qilib kesasiz? Bu harakatni 2 marta qaytarasiz. Taq mana bundoq qildimmi? Cut. Keyingi frame'da boshqa joyimda xuddi shu joydan boshlab davom ettirasiz. Shunda kesilishingiz o'xshab qoladi. Bu narsa tez harakatlanadigan obyektlar uchun yaxshi ishlanadi. Harakat sekin bo'layotgan bo'lsa, ozgina joylarni ham o'chirib tashlasangiz bo'ladi, fazaning o'zini o'rtasini. Baland qilib провожать. Okey, yana первый, средний, дальний. Постановка esizdami? Men aytgan edim, qanday qilib siz odamlar orqali постановка qilasiz. Hech kim mana bu qizlarga qaramayapti, hamma yunkaga qarayapti. Bundan oldingi kadrimizda yunka o'rtada, oldida hech kim yo'q. Bunday qilib biz uni aynan aksent beryapmiz va bu yerda qizlar paydo bo'lyapti. Bu ham Jorj Mélièsning lol qoldirish effekti bersa desak bo'ladi. Patrikada bo'lishadi. Mana bu yerda yaxshi qo'lga e'tibor bersak, qo'l pozitsiyasi har xil bo'layotgan bo'lsa ham, lekin mana bu harakatning boshlanishi oyog'ini pastga tushiryapti-yu, как будто бы oldingi kadr bilan keyingi kadrning harakati davom ettiryapti. Как будто bu bitta faza bo'lyapti. Aslida boshqa faza. Prosta bu yerda harakat endi boshlangandan keyin harakatning davomini boshqa kadrdan qilyapmiz. Bu obmanka. Montajda buni men ham qisqa metrajli kinoni montaj qilgan paytimda bu obmankadan foydalanganman. Ya'ni siz ikkita har xil bo'lgan harakatlarni bir-biriga qo'shyapsiz, lekin bu yerda harakat endi boshlanyapti va bu yerda harakat davom ettiryapti va bu ikkita harakatlar har xil. Bo'lishadi, men avtoritet, если что. Yo'limda hammasi. Okey, если что, asosiy gap, если что bizlar obrazdan chiqamiz. Men uchun mana shunaqa hissiyot berdi bizlar dальний plandan obrazdan chiqib, realni если что deymiz. Tipa mana bu yerda Patrikada bo'lishadi, men avtoritet, если что. Okey. Yo'limda hamma signal challar. Незнакомый, что. Yo'limda hamma signal challar. Qoradan Yo'limda hamma signal. rangga chiqdik. Yaxshi. Adjustment layer'ni qo'yib, o'chirib qo'ydik. Mana bu yerda yana biza qorada Yo'limda hamma signal. va mana bu yerda rang berildi. Yo'limda hamma signal. Ya'ni yorug'lik bizaga rang berdi desak bo'ladi. Signal challar. Незнакомый. E'tibor ko'p buncha. Okey. Bu polniy butun sahna, oq-qora sahnasi. Buni bizlar mana bundoq qo'yamiz. Oq sahnani oq qilib berdik. Endi mashina sahnasiga o'tamiz. Yo'limda hamma signal challar. Незнакомый. E'tibor ko'p bunchalar. Ikkita qahramonni bitta kadrda ko'ramiz. Shaytorlar faqat. Yana montaj по движению qo'lni ko'tarib, keyingi kadrda bizlar уже постановкani o'zgartirdik. Kadrning постановкасini va qahramonni umuman boshqa joyga qo'ydik. Bizlar ko'rgan sahnamiz, hozir ko'rgan sahnamiz 80% mashina, 20% tepadagi bo'lgan mana bu chiziqlar. Keyingi kadrimizda 80% chiziqlar, 20% mashina. Ya'ni bizlar mana bundoq o'tamiz. Mana bundoq qilamiz-da. E'tibor bermagan ekanman birinchi martada, hozir zo'r. Bu narsalar yo'qyapti. O'zi postanovka va kadrlarning, sahnalarning bir-biridan o'tishi yaxshi ishlatilgan. Shaytorlar faqat. Umumiy sahnalar. Mana bu hozirgacha menda bu bitta katta sahna. Sahnaning ichida mana bu yerda menda faqat savollar bor. Tipa, zачем? Why? Mana bu bilan bu. Qolgani joyida. Bu okey, buni cut away deb bildik. Bularni okey, bu ham normal. Bu tushunarli, полный цельный sahna bo'lib turibdi. Незнакомый. E'tibor ko'p bunchalar. Shaytorlar faqat qilar allam. Yonimda takoy rodogonam. Mana bu ikkita jamkat ishladi hozir. Ya'ni bizlar yana bu yerda ko'rsak agar, bu yerda bizlarda sistema, struktura bor. Mana bu yerga ko'rganimizdek panorama dальний. Bu struktura. Endi bu yerga qaraylik.
ochiladigan kadr. Незнакомец, Ikkita qahramonni zaiflaymiz, ko'rsatyapmiz, ikkita qahramon qayerda ekanligini. neznakомец. E'tibor ko'p bunchalar. Haydarlar faqat qilar alam. Yonim alam. Qilar alam. Mana bu bitta frame o'chirib tashardim. E'tibor bering. Qilar alam. Endi e'tibor beraylik. Faqat qilar alam. Yonim Ko'ryapsizmi? alam. Mana bu aynan yorug'lik bitta frame kadringizni Hacha buni spetsialni qilingan desak ham bo'ladi. Ya'ni kontrastda ishlatilgan. Kesilishlar o'zi ikkita bo'ladi. Ikki xil kesilishlar. Kontrastni va nekontrastni bo'ldi. Kontrastni bu bir-biriga juda urg'uli va noqulay kesilishlar. Ular o'zining hissiyoti bor. Odam lol qoldiradi yoki nima bo'ldi degan hissiyotni beradi. Yoki qulay kesilishlar. Ularni odatda tomoshabin ko'rmaydi. Endi strukturaga qaytaylik. Jump cut. Mana bu sahnaga qaytamiz. Jump cut. Mana bu sahnaga, boshqa sahnaga qaytamiz. Mana bizada struktura. Mana bunaqa, va mana bular jump cut va mana bular jump cut. Ko'rasizmi, sezyapsizmi? Ya'ni struktura bor. Buni общий deylik. Общий jump cut. Общий jump cut keyingi sahna. Business. Product placement. Okay. Soqqa. Blogimni yuborar uzoqqa. Jump cut. Shatilla juda Yana bizada дальний общий yoqadi plan. quloqqa. Traklarim Укрупнение. yana qara hammani lol qildi. Maldiv. Postanovka boshqa kadrga o'tamiz va har bitta joyda bizlar tomoshabinga qanaqadir yangi ma'lumotni, yangi postanovkani beramiz. Dubay. Okajonim nima deslab bay, tashda eshitdim nima deslab bay. Mana bu kontrastni emas kesilish. Chunki bizada tomoshabin sifatida biz o'ylayapmizki, biz kadrdan kadrga kamera bitta joydan boshqa joyga o'tdi va bu ikkita narsa bitta joyda qo'llanilgan va bizlar albatta bilamizki, bu ikkita har xil kadr va ularni prosta harakat, kameraning harakati orqali qo'shgan bir-biriga. Bay, tashda eshitilmadi ovoz xabaringiz sizni, shuning uchun toshlaringizni teruring davay. Yunka, mashatillar, shunaqa gaplar. Yulduzdek yorqin, lekin o'zgar. Sun'iy intellektmi? O'zgartir atrofingni, shunda o'sasan. Da, yunka, mashatillar, shunaqa gaplar. Yulduzdek yorqin, lekin o'zgartir atrofingni, shunda o'sasan. O'zgartir atrofingni, shunda o'sasan. Okay. No. Klip postanovka sifatida yaxshi. Bir ikkita joylari yaxshi qo'llanilgan. Menda savollar haligacha menda javob yo'q. Nima uchun men bu kadrlar bu yerda turibdi? Balkim prosta tak. Bu razborda juda ko'p postanovka haqida gapirdik. Aynan postanovka kadrining joylashuvi, operator ishi juda zo'r. 3 minut tez o'tdi. Shuni ayta olaman. Shunaqa gaplar. O'z fikringizni kommentariyada yozing. Hojik, молодец. Все, hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi razborgacha ko'rishguncha xayr. Ну, как обычно, на bis. Qulog'ingda ikkita Salina Josalina. Soqqa qop hayota malina. Yod bo'lish qiyin, yo'lim boshqa. Mahalla biladi boshim tojdin. Sani e'tiboringga yunka. Mashatillar, shunaqa gaplar. Yulduzdek yorqin, lekin o'zgartir atrofingni, shunda o'sasan.